To'g'ridan to'g'ri birinchi qo'l egalaridan navbatdagi ideal holatdagi Gentra avtomobilimiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan, hisob ma'lumotnoma 21.05.2018. 3-paysiz avtomat korobka Elegant Plus komplektatsiyada, bosib o'tgan masofasi probegi 94.000 km. Mashina faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlariga ham akkuratni qarab haydashgan. Motor, ходовой korobkada, elektronikada hech qanaqa rasxodda, hech qanaqa muammolari yo'q. Oldida original Amerikanka fari, orqasida Optra stop o'rnatilgan. Balonlari absolyutni yangi holatda. Salon qismlari ham juda ham akkuratni holatda turibdi. Plastmassalari qirilib ketmagan, sideniyalar cho'kmagan, qanaqadir Findifirskiy chiroyli rul o'rnatilgan. Magnitofon o'zini shtatnisi, video registrator bor. Signalizatsiya Magic Car o'rnatilgan. Bu podogrev sideniyali Elegant Plus komplektatsiyada. Lyuk albatta mavjud. Shuma izolyatsiyalar qilib qo'yilgan mashina, xullas tayyor. Kuzovdagi aybiga keladigan bo'lsak, orqa bagaj qopqog'i va orqa chap krilosi yuzak sepilgan, ichiga qozoniga o'tmagan. Buni ham bemalol xohlagan ustunlarga tekshirib olishi mumkin. Qolgan joylar 100% toza. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $9.600. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Video ostida va video kommentariyasida to'g'ridan to'g'ri egalarining nomerini qoldiramiz. Bemalol bog'lanib kelib ko'rib, baraka qilib olib ketishingiz mumkin. Manzil Toshkent shahar.